Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bir necha kundan beri qor qalin yoqqan sababli yo'llarimizga harakatlanish juda ham qiyin bo'lgan. Bu masala bo'yicha tuman tashkilotlariga murojaat qildik. Tuman hokimligiga texnikalar jalb qilib yo'limizni surishga yordam berdilar. Rahmat hokim buvaga. Ishlariga omad. Mana texnika ajratilgan ekan tuman tashkilotlaridan. Unga befarq bo'lmasdan mahalla raisi va xalq mana qishloq fuqarolari mana kech bo'lishiga qaramasdan traktor tezidan yo'l yo'riq ko'rsatib mana yo'lda qordan tozalanyapti. Fuqarolarimizga, tuman tashkilotlariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shunaqa birdamlik doimo tark etmasin barchani. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar.